qaysi millatdansan sen? Ay, qaysi millatdansan sen? O'zbek, qozoq, qirg'iz kim bo'lishlaringdan qat'iy nazar Ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh taxallusi bilan tanilgan Toshkent viloyatida yashovchi 26 yoshli shaxs 2024-yilning oktyabr-noyabr oylarida Koreya Respublikasida bo'lib turgan vaqtida o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi ommaviy sahifalar orqali millatlar aro nizo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan milliy qadr-qimmatni tahqirlovchi hamda diniy e'tiqodga ko'ra fuqarolarni kamsituvchi so'zlar bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga nisbatan qator haqoratli chiqishlar qilib borgan. Mana shu ijtimoiy tarmoqda kim o'zbek bo'lsa u davlatni men tan olmayman. Bu davlatni men tushunmayman bu millatni. Qanaqa millat bu? Dalada. Ketmonchoq dalada. Uning chiqishlari ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgach, jamoatchilikning keskin noroziligi, e'tirozlari hamda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu gaplar uchun javob berasan hali. O'zbekiston seni yuvib katta qildi. Nima deyapsan sen chiqib olib? Senlar deyapsan, sen o'zbeklar deyapsan. Butun millatimiz. Sen vatanni nonini tuzini yeding va tupuryapsan ana shu tuzliqqa. Sani qilgan ishingga o'zi sen bilan gaplashishga o'zi aslida noloyimsan. Bir marta emas, 10 marta, 100 marta video chiqardi so'kinib. Abdulloh Hazrat deb yozilgansan. Qilgan ishing eng razil, eng yomon ish. Qonun oldida javob beradi, keyin kechiramiz. Undagiga bu yigitni men gaplariga ishonmayman. Olingan ma'lumotga asosan ushbu shaxs joriy yilning 25-mart kuni Abu Dhabi Samarqand Airways orqali O'zbekiston Respublikasi hududiga keltirilib, huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan protsessual tartibda ushlandi. Unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Men Jugay Valeriy ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini shu aktiv uchun qildim, tanilishim uchun qildim. Lekin bu narsani hammasini tushunib yetib, juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan men kechirim so'rayman. Juda qattiq pushaymonman. Iltimos qolaman, meni kechiringlar, iltimos xalq. To'g'ri, mana ijtimoiy tarmoqda qilmagan ishlarim qolmagan. Aktiv uchun men davlatimizni, xalqimizni, millatimizni haqorat qilganligim uchun juda qattiq pushaymonman. Va mana shu mehnatkash xalqimizdan chin yurakdan kechirimni so'ramoqchiman. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Yugay Valeriyga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Iltimos, meni kechiringlar.